Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Haqiqiy futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga o'zbek futbolida ro'y bergan eng muhim va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz. Videoni boshlashdan oldin like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa videoni boshladik. Iroq chempionati to'parari bo'lgan Sherzod Demirov Erbildan ketdi. O'zbekistonlik hujumchi Sherzod Demirov Iroqning Erbil jamoasi bilan xayrlashdi. Futbolchi o'zining Instagram sahifasida klubdan ketishini e'lon qilib, muxlislarga xayrlashuv maktubini yozdi. Barchaga rahmat. Bir yil davomida sizlar bilan bir jamoada to'p tepganimdan juda baxtliman. Meni qo'llab-quvvatlagan Erbil klubi murabbiylar shtabi, prezidenti, rahbariyati va muxlislarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Barchangizni yaxshi ko'raman, deb yozadi Temirov. Ma'lumot uchun, Temirov klub safida bir yil davomida barcha turnirlarda jami 34 ta uchrashuvda maydonga tushib, 29 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Hujumchi gollarning 28 tasini aynan ichki chempionatda kiritib, Iroq ligasining eng yaxshi to'palariga aylandi. Uning jamoasi esa musobaqa yakunida bronza medallariga ega chiqdi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Sherzod Demirov O'zbekiston Super Ligasidan qaytishi mumkin. Hujumchi katta ehtimol bilan Toshkentning Paxtakor klubi bilan shartnoma imzolaydi. Eslatib o'tamiz, Sherzod Demirov O'zbekiston milliy terma jamoasining Shimoliy Amerikadagi jahon chempionati uchun e'lon qilingan kengaytirilgan tarkibidan joy olgan. Oq bo'rilar mundial oldidan so'nggi tayyorgarlik bosqichini o'tash uchun 26-may kuni Nyu-Yorkka yo'l oladi. AQSh rasmiylari Kongo Demokratik Respublikasi futbol terma jamoasining 2026-yilgi jahon chempionatida ishtirok etishi uchun mamlakatga kirishiga ruxsat berilishini ma'lum qildi. Bu haqda davlat departamentiga tayanib Al Jazeera xabar berdi. AQShda Ebola epidemiyasi xavfi sababli so'nggi 21 kun davomida Kongo DR, Buganda hamda Janubiy Sudanda bo'lgan chet el fuqarolarining mamlakatga kirishi taqiqlangan. Biroq Kongo DR terma jamoasi ushbu qoidadan istisno qilinadi. AQSh vakilining qayd etishicha, jamoa a'zolari ayni damda Yevropada mashg'ulot o'tayotgani bois, ular ushbu taqiqqa umuman tushmasligi ham mumkin. Agar ular oxirgi 21 kun ichida Kongo DR hududida bo'lgan taqdirda ham, jamoa amerikalik fuqarolar uchun belgilangan maxsus tibbiy nazorat, test va izolyatsiya protokoliga o'tkaziladi. Ta'kidlanishicha, ushbu istisno faqat futbolchilar va jamoa delegatsiyasiga tegishli. Kongolik oddiy muxlislar uchun taqiq o'z kuchida qoladi. Ma'lumot uchun, 19-may kungi holatiga ko'ra, Kongo DRda 513 dan ortiq odam Ebola virusidan kasallangan, 131 kishi esa vafot etgan. Eslatib o'tamiz, Kongo DR, AQSh, Meksika va Kanada maydonlarida bo'lib o'tadigan jahon chempionatida K guruhidan joy olgan bo'lib, O'zbekiston, Kolumbiya hamda Portugaliyaga qarshi maydonga tushadi. Ularning mundialdagi ilk uchrashuvi 17-iyun kuni Texasda Portugaliya bilan bo'lib o'tadi. Bernardo Silva mundialda O'zbekiston bilan xotirjam o'ynamoqchi. Manchester City sardori va playmakeri Bernardo Silva yaqin vaqt ichida kelajagi bo'yicha muhim qaror qabul qilish niyatida. Hozircha bir narsa aniq, ya'ni futbolchi mavsum yakunlangandan keyin erkin agent sifatida shaharliklar safini tark etadi. 31 yoshli portugaliyalikka asosiy da'vogarlar Barselona va Juventus bo'lib turibdi. Bernardo Silva Benfica taklifini qabul qilmadi. Uning oldida boshqa variantlar ham paydo bo'lishi kutilmoqda. Men yangi klubim bo'yicha qarorni jahon chempionati boshlanishidan oldin qabul qilmoqchiman. Terma jamoa yig'iniga kelganimda kelajagim aniq bo'lishiga umid qilaman, dedi Bernardo Silva Kanal 10 telekanaliga bergan intervyusida. Portugaliya milliy jamoasining bo'lajak mundialdagi ilk uchrashuvi AQSh vaqti bilan 17-iyun kuni bo'lib o'tadi. Ularning raqibi Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoasi bo'ladi. Keyinroq Roberto Martinez shogirdlari O'zbekiston va Kolumbiya terma jamoalariga qarshi o'ynaydi.